Bu videoni uyga mebel zakaz qilayotgan hamma odam ko'rishi kerak. Men hozir furnitura bozor keldim. Ko'pchilik aytadi, nimaga mebellar narxi har xil bo'ladi deb. Bitta narsani sizlarga tushuntirib o'taman. Nimaga mebellarning narxi bir-biridan keskin farq qiladi ko'p holatlarda. Shu narsani bittaga tortmani mexanizmida misol qilib keltirib beraman. Okay, assalomu alaykum. Mana shu salaskalarni narxlarini aytib o'tsangiz, masalan, narxi 35 talik. Mana bular bezovchi aka. Bu sredniy salaskalarimiz bu 20 mingdan iPhone'nikilar 36 ming atrofida chiqadi aka. Sal yaxshiroq, Daikiga nisbatan bu 45 ming atrofida chiqadi. Avstriyaniki bular sal qimmatroq chiqadi. Bular 55 ming atrofida chiqadi. Qandemlar ham bor. Bu qandem, bu Gras qandem, narxi 45 taning narxi 20 dollar chiqadi. 40 ta qandemdan 19 dollardan chiqadi. Nima demoqchiman? Uyingizga mebel zakaz qilayotganingizda ustalar har xil narx aytishi mumkin. Kimdir 10 ming dollar aytsa, kimdir 15 ming dollar aytishi mumkin. Bu narsa nimaga? Chunki furnituralar narxi juda keskin farq qiladi va qaysidir mebelchilar aynan mana shu furniturani ishlataman deb qimmatroq narx aytadi. Bu narsani normal qabul qilish kerak. Agar siz uyingizga mebel buyurtma qilayotgan bo'lsangiz, demak siz o'sha narxga nisbatan mahsulot olasiz, katta ehtimol bilan va u narsani xizmat qilish vaqti shunga qarab bo'ladi. Ya'ni qimmatroq furnituralar ko'p holatlarda juda uzoq vaqt xizmat qiladi.